AutoCADni ishga tushirgan paytimizda birinchi uстановка bo'lganda mana shu holatda bo'ladi. Yangi fayl ochib olamiz. Yangi fayl ochganda birinchi marta Ctrl N deb bitta bosib olamiz. Bu yoqda AutoCAD ISO degan variantni tanlab qo'yishimiz kerak. Open. Shu bilan boshqa bu joyni o'zgartirish shart emas. Ochilganda shu ko'rinishda bo'ladi interfeysimiz. Kim qaysi interfeysda o'rgangan bo'lsa, shunga qulaylab o'ziga o'tkazib qo'yish mumkin. Masalan, interfeyslarni o'zgartirish. Bizga standart birinchi holatdagisi yoki basic yoki kimlargadir modeling masalan kerak bo'lishi mumkin. Va klassik versiya. Odatda klassik versiyaga o'rganganman, shuning uchun klassik versiyada sozlashni o'zi ko'rsatib ketaman. Xo'p, ekranda ikkita tomonda har xil instrumentlar ochildi. Tepada fayllarni ochish, yopish va shunga o'xshash sloylar kabi instrumentlar turibdi. Yana bizga ba'zi instrumentlar kerak. Buni qanaqa qilib chiqaramiz? Misol uchun razmer qo'yish. Dimension. Buning uchun o'ng knopkani ekranga bu instrumentlar ustiga bosib chiqaramiz. Endi ochilgan instrumentni chetidan ushlab, mana bunaqa ekranning o'ng tomoniga olib kelib qo'yib qo'yamiz. Buni bu tomonga. Yana o'ng knopkani bosamiz, Draw Order komandasi ham kerak bo'ladi. Mana bu komanda. Buni vazifasi chiziqlarni birinchi plan, ikkinchi planga o'tkazish. Yana kerak bo'ladiganlar modeling kerak bo'lib turadi. Uni o'ng tomoniga taxlab olamiz ekranimizni. 3D obyektlarni yaratayotganimizda kerak bo'ladi. Solid editing buni ham yoqib qo'yamiz. Bu ham 3D obyektlarga tegishli bo'lgani uchun ekranning o'ng tomoniga joylashtirib turamiz. Ortiqcha narsalar hozircha shart emas. Kerak paytda o'zi ulardan foydalanishimiz mumkin. Endi doimiy bizga bu ekranda bu nastroyka qolishi uchun biz bitta komandani amalga oshirishimiz kerak. Yana bir amalda Save current as. Bizga o'zimizni mana shu sozlamamiz har doim qolsin. Bu degani S chiziqcha 1 deb qo'yamiz. Saqlanib qilamiz. Endi panelga kirsak, mana Basic Classic degan joyda yangi bitta S1 bilan saqlanib bo'lib qoladi. Bu nimaga kerak? Masalan, auditoriyalarda foydalansak, bizdan keyin yo oldin kimdir ishlasa, ular o'ziga qulaylab nastroyka qilib qo'yadi. O'sha nastroykalarni biz o'zimizga yana tezda qaytib olishimiz uchun yordam beradi. Misol uchun kimdir keldi, o'ziga mana bu holatda ishlash qulaydir. Biz o'zimizga mana bu bosishimiz bilan sirazi nastroykalar orqali qaytib keladi. Tak, birinchi qiladigan ishimiz shu. Keyingisi ekranning pastidagi instrumentlarni aktivlashtirib qo'yish kerak. Birinchi magnet. Magnet yoniga kiramiz. Object Snap Settings bosib Select all. Hamma magnetlarni yoqib qo'yamiz. F8 yoqib qo'yish kerak. Setkalarni o'chirib qo'yamiz. Bundan tashqari yana bizga kerak bo'ladi line va chiziqlarning qalinligi bu. Dynamic input bu ekranda raqamlar ko'rsatib turadi. Mana buni yoqib qo'yishimiz kerak. Asosan shular. Bu chiziqlarning qalinligi kerak bo'lgan holatda ishlatamiz faqat.